Assalomu alaykum. Bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi mehmonimiz ortoped travmatolog Jamshid Xudoyberganov bo'ladilar. Assalomu alaykum Jamshid. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizni ish faoliyatingizni nerdan boshlagansiz, nerda o'qishni bitirgansiz, shularni bir tanishtirib aytib o'tsangiz. Eng birinchi o'rinda men bakalavrini Media institutini Xorazmda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida 2004-2011-yillarda tugatganman. 2011-yilda tugatib, 2011-yilda Respublika shoshlanish tez tibbiy yordam ilmiy markazida travmatologiya ortopediya bo'yicha klinik ordinaturani o'taganman. Bu уже mehnat stajına girib ketadi. Ya'ni shu vaqtdan boshlab men ortoped travmatolog hisoblanaman. Ordinaturadan keyin viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, ya'ni Xorazm viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida travmatolog vazifasini o'tab keldim. Qabul bo'limi travmatolog edim. Shu 2014-yildan keyin 2018-yilgacha shu yerda faoliyat olib bordim. Bu muhlat davomida men Koreya Respublikasida, ya'ni Janubiy Koreya Respublikasida 1,5 yil mobaynida malaka oshirishda bo'lib keldim. Bunda asosiy yo'nalishimiz katta bo'g'imlarni total endoprotezlash va artroskopiya bo'yicha kurs o'tab kelganman. Rahmat. Endi savollarimizga o'tsak bo'ladi. Savollarni berib boshlaymiz, javob berib. Birinchi savolimizga kelsak, travmatolog kim? Travma o'zi, travma qachon bo'ladi, navdan bo'ladi? Travmatolog deganda biz kimni tushunamiz? Travmatolog latishlar, suyaklardagi tayanch harakat sistemasidagi muammolar, suyaklarning sinishi, bo'g'imlarning chiqishi, jarohatlar, turli xildagi jarohatlar, ya'ni kesilish, yirtilish, tana teri butunligini buzilishi, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanuvchi mutaxassis. Hozirgi zamon bilan hamnafas bo'lgan mutaxassislardan biri hisoblanadi travmatolog mutaxassisligi, ya'ni hozir rivojlangan bir zamonda yashab turibmiz. Bundan bir davrda ko'p travmalar, движениялар, ya'ni sivilizatsiya rivojlangan bir davrda shu bir davrni sentralniy bir o'rinni egallovchi yo'nalish hisoblanadi travmatolog. Travmatolog deganda shu tashqi ta'sirlardan kelib chiqadigan, ya'ni jarohatlar, ya'ni aytib o'tganimizning tayanch harakat sistemasidagi buzilishlar bilan shug'ullanadigan mutaxassis travmatolog deb aytiladi. Shunda travma deganda bir dona narsa emas, ko'p narsadan bu yerda. Bizning xalqimiz tushunadi. Travma deganda o'sha kalladan travma olgani, u udar bo'lgani, yana bir narsalar, yo bir kallada bir qon qotib qolgani, boshqa yani gematoma bo'lganlarni tushunadilar. Bu narsalarni to'liqroq tushuntirib berdik deb o'ylayman. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, suyak yemirilishi nima? Qaysi yoshda ko'p uchraydi va kimlarda ko'p uchraydi? Uni eldan olish yoki o'z vaqtida diagnoz qo'yish, shu narsalarni tushuntirib o'tsangiz. Suyak yemirilishi degan mavzu haqida to'xtamay ko'p gapirish mumkin. Siz hozir aynan qaysi mavzuni ko'tarajak bo'lib turganingizni men tushunib turibman hozir. Ya'ni siz bo'g'imdagi yemirilishlar, hozir ko'p uchrab turgan narsalardan. Bo'g'imdagi yemirilishlar masalasini nazarda tutib turibsiz. Bunda asosan chanoq-son bo'g'imida son suyaki boshchasi yemirilishi ko'p kuzatilib turibdi hozirgi zamonda. Buni sabablari ko'p deb o'ylayman. Men aynan o'zim ko'p deb o'ylayman. Lekin oxirgi vaqtda shu Covid ko'p sababchi bo'ldi. Ya'ni 2019-yilda tarqalgan koronavirusning oqibatida bemorlarning ko'pchiligida tomir sistemasida ishkallar yuzaga keldi, qaynanishi, buzilishi, qonni quyilib ketishlari, ya'ni virusni ta'siri natijasida o'zi son suyaki bo'g'imi chanoq-son bo'g'imi, ya'ni bo'g'im ichi suyuqligi bilan oziqlanadi ko'p miqdorda. Ve qon bilan ta'minlanishi nozik hisoblanadi. Imminni shu единственный qon bilan ta'minlovchi yagona bir damarni diqilishi oqibatida koronavirus vaqtida shu qonni quyuqlashib ketish hisobidan oziqlanish buzilganlik oqibatida suyak yemirilishlar yuzaga keldi. Keyin yana bir ko'p faktorlardan birisi suyak yemirilishi, ya'ni chanoq-son bo'g'imidagi son suyaki boshchasini
Yemirilişin əsası hazırki zaman bilan bağlı məsələlərindən birisi noto'g'ri ovqatlanish, tana vazmini ortib ketishi, ham kam harakatlilik sabab bo'lishi mumkin. Sababi hozir oxirgi 5-10 yillikda odamlar kam harakatli bo'lib qoldilar. Har xil ulovlar ko'payib ketdi, mashinalar hamma uchun dostupniy bo'lib qoldi. Ya'ni mashina minadi, ishga boradi, yana ishdan keladi, yotadi. Почти organ o'zini bajaruvchi funksiyasini organ unutish etapini o'tib boshladi-da. Shunda kam harakatlilik ham qaraydi. Kam harakatlilik katta sabablardan biri. Agar hozir shu 2019-yilda paydo bo'lgan Covid kasalligi bundan bir 50 yil oldin bo'lgan taqdirda immuniy ishi simptomlar bo'lmasligi ham mumkin edi. Ya'ni son suyakki boshchasini yemirlik ketish holatlari bo'lmasligi mumkin edi. Ya'ni hozir 3-4 faktorni birga qo'shilib ketish oqibatida chanak son bo'g'imida ishining patologik o'zgarish yuzaga kelib boshladi. Shunda Covid kasalligidan keyin ham ko'paydi. Sababchi bo'ldi. Bu ham bir zarba bo'ldi-da bemorlar uchun. Keyingi savolimiz Jamshid, biz yani yurtimizda masalan aytadigan bo'lsak, travmatologiya uchun qaysi tekshirish usullari yoki bo'lmasa operatsiyalar uchun qaysi bir uskunalar yetishmaydi? Siz ya'ni boshqa davlatlarda ishlab kelgansiz, ular bilan taqqoslaganda bizlarga qaysi instrumentlar yoki tekshirish usullari kerak? Yetishmaydi. Yetishmaydi deb bilmayman. Xorazm bo'yicha bizda travmatologiya uchun hamma tekshirish usullari uchun kerak bo'lgan instrumentlar, operatsiya uchun, jarrohlik amaliyoti uchun kerak bo'lgan hamma instrumentlarimiz travmatologiya yo'nalishi bo'yicha aynan yetarli. Hamma o'zi yetarli. Zamonaviy meditsinada biz orqada emasmiz, dim oldindamiz. Даже tekshirish usullari bo'yicha yana MRTlarimiz dim ko'p Xorazm territoriyasi bo'yicha. Operatsiyonlarda SDUGA ya'ni interoperasionniy rentgen apparatlarimiz yetarli. Har bir operatsion, har bir muassasada davlatniki bo'lsin, xususiy sektor bo'lsin, yonda endoskopiy stoykalar hamma joyda yetarli. Yo'q, dim yaxshi o'rindamiz. Lekin даже ishonasizmi, bizda meditsina dim yaxshi. Xalq uchun ham hamma imkoniyatlar yaratilgan, baholar ham dim stabilniy. Men eslayman, Koreyada vaqtimizda bir kompyuter tomografiya qildirishga borganimizda 2018-yilda burun sohasini travmasini bo'yicha bosh qismi qilinadi, tomografiya qilinadi. Shu tomografiya $700 to'layman da. $700. Endi hozir taqqasiga bo'lsak, bizda 70 shu vaqtida bizda $70 emas edi. Shu vaqtida endi hozir balki bir so'mda hisoblasak 150-200 ming bo'lishi mumkin. Bosh sohasi kompyuter tomografiyasi. Bu narsani chiqarmasanizlar ham bo'laveradi. Nima uchun? Qirqib tashlaysam shularni. Shunda bizning tibbiyotimiz ham chet ellardan qolishmaydi. Instrument, operatsiya uchun kerak bo'ladigan narsalar, tekshirish usullari hamma narsa yetarli shunda. Chet davlatlardan qolishmaydi. Yo'q, qolishmaydi. Rahmat. Keyingi savol bo'lsa, menisk yirtilishlari qachon bo'ladi yoki qaysi vaqtlarda? Operatsiya usullari, operatsiya qachon bo'ladi? O'zi menisk nima shu narsaga bir to'liqroq aniq javob berib o'tsangiz. Menisk a'zosi tizza bo'g'imida joylashgan yarim oysimon shakldagi tog'ay hisoblanadi. Har bir tizza bo'g'imida ikkitadan menisk bo'ladi. Ichki menisk va tashqi menisk. Meniskni aytdim, tog'ay sifat narsa bo'ladi. Bu ya'ni bu narsa grubiy aytganda odamning amortizatori bu. Son suyakka kelib shu meniskga o'tiradidan yuqoridan kelib turgan og'irlik shu meniskga tushib son suyakini pastki bo'g'im yuzasi boldir suyakini bo'g'im yuzasi bilan harakatlanadigan qismida joylashgan tog'ay menisk deb ataladi. Menisk nodadis jarohatlari, operatsiya yo'llari, nechta operatsiyalar bo'ladi, kelib chiqish sabablari, meniskdagi travmalar, yirtilishlar. Meniskdagi yirtilishlarni kelib chiqish sabablari yana shu rivojlanish davri bilan bog'liq bir narsaga borib taqalaveradi. Odamning oyoq tayanch harakat sistemasini zaiflashishi, kam harakatlik, mushaklarni tonusini kamayishi meniskga tushadigan og'irlikni ko'payishini olib keladi. Natijada mushaklar ishlamagandan keyin tizza bo'g'imining ichida ishqalanish ko'payadidan menisklarning titilishini olib keladi.
Keyin normal holatda oyoqi güçlü bo'lgan odamlardan sportsmenlarda menisk yirtilishi kuzatiladi. Bu o'zi menisk jarohati sportivniy travma bo'lgan avvalda. Hozir passivniy obraz жизни boshlangani uchun ko'pchilikda menisk jarohatlari rivojlanib ketib borayotir. Bu qaynashning buzilishi, mushak yetishmovchiligi, mushak massasi yetishmovchiligi va organizmda kalsiyning kamayishlari bilan birga tezroq iznachiya bo'lishi meniskni ishdan chiqishini olib kelishi mumkin. Endi bu operatsiyalar nechik tartibda bo'ladi va yirtilishine qarab qilinadimi yo o'zi meniskda o'zgarish bo'lgandan keyin operatsiya qilish buyuriladimi, nechik bo'ladi davolanish usullari nechik? Menisk bo'yicha, yirtilishi bo'yicha aynan. Menisklardagi jarohatlarni turiga qarab bo'g'imda og'riq berish operatsiya pryamoy ko'rsatma hisoblanadi. Agar menisk jarohatlangan bo'lsa, jarohatlanganni katta kichikligine qarab o'tirmaydi. Agar menisk jarohatlangan bo'lsa, bo'g'imda og'riq simptomlari berib turgan bo'lsa, ilishib qolish, bo'g'imdagi sharqillab ketishlar, zinadan tushganda, harakatlangandagi og'riqlar, bular uzilgan tog'ayning uzilgan qismini bo'g'imning ichine girib qolish oqibatida paydo bo'lib turgan tog'ay to'qimasini yemirilishini olib kelib turgan sabablar hisoblanadi. Shularni bartaraf qilish uchun uzilgan qismini qayta tiklab bo'lsa, tikish yo'li bilan joyini o'rnashtirib tikish yoki qayta tiklab bo'lmaydigan darajada uzilgan bo'lsa, lazerniy deb aytiladi, xalq tilida artroskopiy usul bilan shu uzilgan qismini olib tashlash. Meniskektomiya deb aytiladi. Shu operatsiya o'tkaziladi. Maloinvazivniy perkutanniy endoskopiy usul hisoblanadi. Shu usul bilan bemorlarda shu muammo bartaraf qilinadi. Bu operatsiyadan keyin necha vaqtda odam yurishi mumkin? Kasallarimiz necha kun yana kerak bo'ladi o'zlarini avvalgi narsani qaytishlarini, yurib ketishlarida o'zgarish bo'lmaymi? Yana avvalgi holda yuringlar. Og'riqlari qolami o'sha narsalarni uchun. Meniskektomiya artroskopiy usuldagi meniskni olib olinishidan, operatsiya qilinishidan keyin bemorlar ertasi kuni oyoqqa turiladi. Normal hisoblanadi. Ertasi kuni oyoqqa turadi. Faqat iloji boricha 4-5 kun oyoqni bosmagan holda qo'ltiq oyoqlar xassalar yordamida harakatlanganlari ma'qul. Ikkilamchi oyoqda tishlar paydo bo'lmasligi uchun. Lekin aksar hollarda bemorlarni yuritib berish ham ko'rsatma hisoblanadi. Bemorni yuritib bersak ham bo'ladi. Lekin men o'zim praktikamda ko'pincha sal ehtiyotkorona yondashaman. Bemorlarni operatsiyadan keyin 3-4 kungacha oyoqini bostirmayman. Osilgan holatda yurib turadi operatsiya bo'lgan oyoqi. Operatsiya bo'lmagan oyoqini tayanib, hassalar qo'ltiq oyoqlar yordamida harakatlanadi. 4-5-sutkadan oyoqini bostirib beradi. Shunda 3-4 kungacha bir tarafda yurib turib, operatsiya bo'lgan tarafini bosmay turadilar. Shunday. Lekin bukishga keladigan bo'lsak, 2 haftagacha oyoqi bukilmaydi. Bukmagan holatda maxsus moslamalarni qo'yish mumkin yoki bemorning o'zi tavsiyalariga rioya qiladigan bo'lsa, tizzasini bukmasa bo'ldi. Elastik bint qo'ygan holatda tizzani 2 haftaga bukmaslik buyuriladi. Dori-darmonlarni qabul qilib yuradi. 2 haftadan keyin chakla olib tashlagandan keyin sekin razrabotka etib tizzani polni ishlatib berish mumkin. Sababi baribir operatsiya qilib döşüp giriladidan bu endoskopik usulda 4 mm port orqali giriladi. Instrument girish uchun 2 dona 4 mmlik döşük bo'ladi. Shu joylar jarohatlar polni bitib ketishi uchun baribir 11-13 kun vaqt ketadi. Har bir jarohat shunday hisoblanadi. Kichkina jarohat hisoblanadi. Shundan keyin 10-15 kundan keyin уже bemor oyoqlarini bukib harakatlantirib yetadi. Ana normal hayotga qaytish uchun общий 1 oy vaqt ketadi. 5 kun, 15 kun plus 10 kun yana profilaktik oyoqni razrabotka, passivniy движение etib, oyoqni tizza bo'g'ini ishlatib bergandan keyin polniy 1 oydan keyin harakatga tushib ketaveradi. Maksimal. Shunda hozir menisk bo'yicha operatsiyalar ochiq turdan bo'ladimi yo faqat shu lazerli, ya'ni yopiq turdami? Ham qaysisi xavfsizroq, tezroq kasal oyoqqa turib ketish uchun? Уже ancha vaqtdan beri yopiq usulda, endoskopik usulda tizza bo'g'imi operatsiyalari, o'zi hamma bo'g'imlar, yelka bo'g'imi, tizza bo'g'imi, to'piq bo'g'imi, tirsak bo'g'imlari operatsiyalari yopiq usulda endoskopik usulda qilinib turibdi уже. Уже bu zamonaviy eng ishonchli metod hisoblanadi. Ochiq usulda qilinishina o'zina yarasha ko'rsatmalar bo'lishi mumkin.
lekin juda kam holatda ochiq usulda qilish kerak. Menimcha ochiq usulda qilish o'zi ko'rsatma qilmagan. Aynan Minskda ham menimcha ochiq usulda qilmagan ma'qul. Rahmat. Keyingi savolimiz bo'lsa. Chet elda davolash usullari bilan bizlarni tibbiyotimizga qaraganda baholari qimmatmi chet elni yoki bir bilan bir xilmi? Keyin Uvandagi bemorlar, ya'ni odamlarni aytsak, sog'lig'iga e'tibor berishlari bizning xalqimiz bilan, bizning odamlar bilan nechik farq qiladi? Osmon bilan yercha farq qiladi desak adashmaymiz. Baholar ham, odamlarning tibbiy bilimi ham. Ya'ni odam o'zi yaxshi fikrlasa, o'zining sog'lig'ini yuqori o'rinda qo'ysa, любой bir bahoni ayamagan bo'lar edi sog'liq uchun. E'tiborsizlikdan gap chiqadi kasalliklarning katta ko'pchiligi. Shuning uchun ham tibbiyot ham bizda past baholanadi. Endi past ham desak ham xato ham bo'lishi mumkin. Har bir territoriyaning o'zini bahosi bor. Bizdagi baho ham yomon emas, lekin tibbiy bilimga keladigan bo'lsak, bizda shu kasallik o'tlashib ketgandan keyin eng oxirgi o'rinlarda doktor murojaat qiladilar. Ungacha tabibga borishi mumkin, xalq tabobati bilan shug'ullanishi mumkin, og'rib turgan joyida kalama postini yopishi mumkin, yana bir narsalarni damlab ichishi mumkin, lekin ungacha o'sha kasallik asoratlanib qolgan bo'ladi. Baho tomonlama bizda dim yaxshi baholar. Bu dim yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi, hammaga dostupniy. Xohlagan odam xohlagan operatsiyasini qildirib biladi deb o'ylayman O'zbekistonda. Aynan bizning operatsiyalarimizni chet ellar bilan solishtiradigan bo'lsak, davlatning joylashgan operatsiya qilinishi mumkin bo'lgan joylarga qarab bir 10 barobardan 40 barobarcha farq etishi mumkin. Qimmat boshqa yerlardan. Boshqa davlatlar. Ha. Bizda dim yaxshi. Shunda baholar bizda normal. Baholar yaxshi. Ha. Lekin xalqimiz shu o'z vaqtida sog'lig'iga e'tiborli bo'lishlari kerak. O'z vaqtida. Boshqalarga qaraganda E'tiborli bo'lmasa bo'lmaydi. Keyin shuda yana bir savol tug'iladi. Bizning xalqimizda ko'p uchrab turadigan narsa, neri bo'lsa, endi qo'l, oyoq bo'lsin, boshqa joyi bo'lsin, sinib qolsa, bir travma orqali yo chiqsa, shunday bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, birinchi doktorga borib turib, ya'ni teyib, tabib deb aytamiz, shunday odamlarga borib, soldirdim, boshqa etdim, undatdim dedilar. Doktorga bormaydilar. Endi masalan, travmatologni singan shu chiqqan narsalarni solishini, yaxshi narsalarni davolashini bilmaymilar. Hech tushunmayman. Xullas, shu narsalar to'g'risidan bir tushuncha berib o'tsangiz, masalan, shunday travma bo'lgan vaqtda qo'l, oyoq nerv bo'lsa, sinsa, chiqsa shu vaqtda kimga murojaat etish kerak? Qaysi doktor, masalan, travmatologmi, boshqa doktormi, shu kimga birinchi ko'rishlari kerak? Endi dim nozik masala hisoblanadi. Agar dim tabib oborasi kelsa, diplomi bor, qachondir shu meditsina bo'yicha shug'ullangan, lekin meditsina bo'yicha ketmay tabib bo'lgan odamni topsalar, foydadan xoli bo'lmaydi. Sababi uni tortib, joyina solib yoki sinfni to'g'rilayman deb turgan odam tasavvurunda uyidan qaysi damor o'tgan. Hozir tarsam qaysi damorni ezib qo'yaman, qaysi damorni uzib beraman degan fikrni biladigan odam qilgan yaxshi narsani. Tabib degan so'zning o'zi asl ma'nosi bu doktor degan so'zga borib taqaladi. Tabib. Lekin tub deymiz. Bilmadim endi Xorazm tilida tub deyiladi. U shab ishchilar. Men to'g'risi tubga borganim yosh vaqtlarimizda bizdan ham bir kimlardir ko'rsatgan bo'lishlari mumkin. Ko'pincha tabiblar improvizatsiya etadi. Improvizatsiya degani uyda beradi, shu bilan o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa endi bilmayman. Haqiqiy patogenez, etiologiyani, bo'g'imni tuzilishini, konstruksiyasini, u bo'g'imlardan qaysi damor o'tadi, qaysi nerv o'tadi, nerga tortib to'g'rilash kerak uni. Bo'g'im shunday turgan bo'lsa, masalan, ilga chiqib ketgan bo'lsa, qasana tortish kerak. Pastga tortib orqaga tortish kerakmi yo eldan italab sindirib berish kerakmi? Sho'llari bor-da. Shuning uchun har bir bo'g'imni joyiga solish, siniqni joyiga solishda anatomiyani tasavvur etib bilishi kerak. Mutaxassis bo'lish kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, tabibga borsam, avval nimadir bir mutaxassis bo'lib, keyin pensiyaga chiqib tabiblikka o'tirgan odamlar borsa bo'lishi mumkin, lekin
Shu tomonlama kriteriya bo'yicha qarash kerak. Iloji boricha avval ishlab ko'rgan odam bo'lsa, borishlari mumkin. Qog'oz orajak bo'lib turibman maksimalniy. Hech kimga xafatim yo'q. Tabiblar ham. Balkim shunday Endi tabiblar bor. men o'zimni ish faoliyatimdan ko'p shunday uchrab turadi. Keladi, qo'l yoki oyoq bo'lsa, yiqilib tushverdim deydi, tabibga bordim deydi, singan ekan, chiqqan ekan, tutib ko'rdidan deydi, joyina solib berdi deydi. Shu narsalar ham xalqimiz o'ylangani ma'quldan, bu bizani bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu singan yoki chiqqan narsani tutib ko'rib bilib bo'ladimi yo'qmi? Shulardan bir fikrlaganlari ma'qul menimcha. Shulardan bir ozgina tushuncha bersangiz. Singan yoki chiqqan narsani qo'l bilan tutib ko'rib bilib bo'ladimi? Yo'q, uni birinchidan bilib bo'lmaydi. Gerekli tekshirish usullari, ya'ni rentgenografiya, rentgen tekshiruvlar o'tkazmayincha singanini ham bilib bo'lmaydi. Agar sinib siljib ketmagan bo'lsa, chiqqanini ko'rib bilsa bo'ladi. Chiqqanini o'zi odatiy hol ko'pincha bo'g'im yuzasi arg'i bo'g'imga qaraganda farq etadi. Chiqqanda bir ozgina farosatni ishlatib ko'rib bilish mumkin. Shunga qarab agar ko'p solib ko'rgan bo'lsa, balkim solish ham mumkindir. Lekin singanni даже masalan eng nozik tomoni buni qaysidir joyda siniq bormi yo'qmi deb joyina solaman deb dars ketib turgan, chatnagan joy bo'lishi mumkin-da. Shuni qayta chatnab joyidan siljib ketmagan narsani, joyina solaman deb ko'chirib berishi mumkin-da. Joyina solaman deydigan bir odammi kimdir. Shuning uchun har bir travmada boshda tekshirish o'tkazib, deymagan holatda prosta gips qo'yib qo'ysa ham 100% natijani olish mumkin. Bunga deyib bitiratib qo'yishdan. Bizda даже hozir shu gapingizga qo'shimcha aytib ketaman. Chet ellarda umuman jahon standartida avariya bir nechikdir bir situatsiya bo'lsa, kasallar deyilmaydi. Bizankilar hey tuytdi orqasini atadidan bir mashina olib yuklab birinchi o'ldiradi-da uni. Sababi u birinchi o'ladi u. U yotgan vaqtida travma bo'ldi. Suyak qaysidir organga deymin turibdi-da u yerda. Singan bir suyak to'qimasi yoki bir boshqa to'qima hayot uchun zarur bo'lgan narsaga deymin turibdi. Ular ko'tarib shaqirlatib olib borib o'ldiradi. Birinchi o'chirda men tavsiya etgan bo'lar edim, xudo saqlasin hech yerda hech bir balo qazo bo'lmag'ay. Shunday bo'lgan holatda обязательно mutaxassislarni jalb etib, shularni chaqirib, tez tibbiy yordammi, boshqani shularni kelishini kutib, ular kelincha birinchi yordamni yotqanda nafas yo'llarini ochish, nafas olishga to'sqinlik bo'lib turgan tomonlama bo'ynini yoki belini ichida darb etmagan holatda yordam berish kerak. Bilib bilmasdan aytish bu eng yomon narsalardan birisi deb o'ylayman. Shunda shu iloji boricha tibbiyot xodimlariga murojaat etganlari ma'qul. Albatta. Kalsiy xalqimiz tilida ko'p aytiladigan narsa, shu kalsiyni har kun ichish mumkinmi? Kimlar ichishi kerak va nima uchun ichish kerak bo'ladi? Kalsiyni o'zi bizning yeb turgan kundalik ratsionimizda kalsiy har bir narsalar yeb turgan narsalarning ichida kalsiy bo'lishi kerak. Kalsiylar bor, tvorogning tarkibida, sirni, sutlarning tarkibida kalsiylar bor. Biz shu narsalarni organizmga kiratgan vaqtida shuni yo'lib ketishini qarshi turib bersak, kalsiy ichishga majbur bo'lib qolmaymiz. Ya'ni bular nima bo'ladi? Choyni ovqat bilan ichish, gerekli foydali narsalar yanında choy ichish yoki kofe ichish, bular kalsiydan yo'lib ketishini olib keladi, ya'ni natijada osteoporozga keladi. Kalsiy ichish mumkin, agar osteoporoz yoki kalsiy yetishmovchiligi, analizda kalsiy kam bemorlarda kalsiy D3 preparatini masalan yoki любой kalsiy D3 preparatini bir tabletkadan obedda ovqat bilan, kechda ovqat bilan 15-20 kungacha ichish kalsiyni miqdorini kontrolni boshda bir, keyin bir tekshirib ko'rib, kalsiy natijasini yaxshilanishini olib keladi. Endi u katta yoshdagi uzoq muddat ichilmaydi, uzoq muddat ichilishi kalsiyni ko'p kalsiy preparatlarini pochkalarda, buyraklarda, ya'ni boshqa bir organlarda, o'tlarda dashlarni yuzaga kelishini olib kelishi mumkin. Kalsiy fosfor almashinuvi buzilishini olib kelishi mumkin. Shuning uchun 15-20 kun bir tabletkadan 2 mahal qisqa periodda ichiladi. Keyin 6 dan keyin повторatish mumkin. Kalsiylarni miqdorini yaxshi saqlab turish uchun. Ko'p vaqt ichilmaydi. Shunda u miqdorini, dozasini oshirib bersa, ham ko'p vaqt iste'mol etsa, organizm uchun xavfli narsalar ham olib kelishi mumkin. Endi foydasidan ko'ra zarari ko'p bo'lib qolishi mumkin. Suyak emrilishi ko'proq qaysi yoshda uchraydi? Yosh bolalarda yo o'rta yosh yoki yosh kattalarda ko'proq? Suyak emrilishi uchrash intervali ko'pincha 35-55 yoshlar oralig'ida uchraydi.
Sebebi bu yaşda adamın en köp stres bilan bog'liq, yani mas'uliyatli bir hayotini bir bo'lagi hisoblanadi. Shunda o'zini sog'ligiga e'tiborsiz qolib ketishi mumkin, rejim buzilib ketishi mumkin, pitaniyasi joyida bo'lmasligi mumkin. Ko'p faktorlar sabab bo'lishi mumkin. Şu arada indi suyak kemirilishini oldini olish uchun ovqatlanishlari to'g'risida, keyin kalsiylarmi, shunday bir biodobobga dorilarni ichishlari to'g'risida bir tavsiyalarni berib o'tsangiz, navlara rioya etishlari kerak, ovqatlanishlar navlarni qo'shishlari kerak, shu to'g'risida. Bu haqda ko'p gapirsa bo'ladi. Asosiy momentlarni aytib o'tib ketaman hozir. Ko'p harakat, ya'ni piyoda yurish bilan ko'proq shug'ullanishi kerak. Shu narsa, shu kasallik bilan xastalanib qolmaslik uchun ko'proq piyoda yurish bilan shug'ullanib, ovqatlanish rejimini ham dam olish vaqtida dam olish, uxlash rejimlarini rioya etish kerak. Ham qonni ivish faktorini, qonni suyuq quyuqligini laboratoriyada har 3 oydan bir tekshirib turish kerak. Ham ovqatlanganda tabiiy mahsulotlar bilan ovqatlanish kerak. Ko'pincha non mahsulotlari, pechonnilar, shirinliklarni kamroq iste'mol etish kerak. Ya'ni nonli diyetani tutish kerak. Kechki ovqatlarga ko'proq bemorlar, ya'ni bemorlar deyapman, shu kasalliklarni oldini olish uchun suyuq ovqatlar bilan, salatlar bilan oziqlanish kerak. Ko'proq. Quyuq ovqat biz o'rganganmiz, bizani ayniqsa Xorazm sharoitida, O'zbekistonda degan bo'ladi. Plotniy, kechda jonli, quyuq ovqatlarni yeb, vesni ortib ketishini, oshqozon-ichak sistemasidagi buzilishlar olib kelishi mumkin. Bular o'z navbatida boshqa kasalliklarga olib keladi. Shunda ko'proq ovqatlanish rejimini ham rioya etishlari kerak, e'tibor berishlari kerak. Albatta. Keyingi savolim. Bizning xalqimizni aytadigan tilida aytsak, sariq suv bo'ldi deydi. Shuna sababi nima, kelib chiqishi o'zi nima, sariq suv deb aytamiz. Meditsinada aytilishi nima, kelib chiqish sabablari, uni davo choralari nechik? Haqiqatan ham odamlardan e'tibor beribdilar, suvni sveti sariq bo'ladi. Bu tizza bo'g'imidagi ko'pincha tizza bo'g'imida uchraydi. Travmadan keyingi organizmni o'zi tizza bo'g'imini o'zini himoya reaksiyasi sifatida bo'lishi mumkin sariq suv yoki ikkilamchi nodir bir aralashuvdan keyin tashqi tomondan bo'g'imga aralashuv oqibatida yoki ukol qilish, inyeksiya qilish, bir manipulyatsiyalar etish oqibatida mikrob tushishi oqibatida ham sariq suv kelib chiqishi mumkin. Bu kasallikning nomi sinovit deb aytiladi, ya'ni sinovial qabıqning yallig'lanishi. Shu vaqtida bo'g'imda ozgina sinovial suyuqlik oshib ketib, bo'g'imda shish hosil bo'ladi. Og'riqlar o'z navbatida. Shunda punksiyativ olib qaraganda, bu yerda bo'g'im ichida sariq suv chiqadi. Bu sinovial suyuqlik deb aytiladi. Sinovial suyuqlik normada bo'lmasligi kerak. Buni davolash uchun o'zini etapli lecheniялari bor. Lecheniyalar asosida bemor davolanadi. Sinovial suyuqlikni o'zini olib laboratoriyada tekshirtirishga to'g'ri keladi. Keyin antibiotiklarni sezgirlik asosida shu antibiotiklarni tanlov asosida lecheniya o'tkaziladi. Bu sariq suv ham olib tashlanadimi yo davolangan bilan ham o'zi so'rilib ketishi mumkinmi, yo'qolib ketishi, normaga kelishi mumkinmi? Kompleks lecheniya natijasida davolasa bo'ladi. Birinchi marta suvni haddan tashqari ko'p bo'lsa suvni обязательно olish kerak. Olgan vaqtida bir qismini probirkaga solib, laboratoriyada tekshirtirib, qaysi mikrob yerda asosiy o'rinni egallab turgani, nechik antibiotika rezistentligini, qaysi antibiotika chidamsizligini aniqlab, shu antibiotik bilan davolab, ham plus lecheniya davomida oyoqni harakatsizlantirib qo'yish kerak. Ya'ni gips bilan oyoq harakatsizlantirib qo'yish kerak. Shu asnoda davolash mumkin. Shunda kompleks lecheniya hisoblanadi. Sariq suvni olgandan keyin tekshirib ko'rib, nechik mikrob keltirib chiqarib turganini bilsa, shunga qarab lecheniya qilinadi. Dardamdan ko'rsatadi. Effekt ham shunda yaxshi bo'ladi. Shunda yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Ana xalqimizga tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Sariq suv xalqimiz nog'liqini tushunib oldi deb o'ylaymiz. Nog'liqini nishab kelib chiqqani, tekshirish usullari va davolanish haqida qisqacha berib o'tdik ma'lumot.
Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, operatsiyalarni qaysi usuli yaxshi, ham xavfsizroq? Ochiq turdagimi yo hozirgi yangi usuldagilarmi? Agar qaysidir umuman olib qaraganda, qaysidir operatsiyani, qaysidir organdagi operatsiyani ochiq yoki yopiq usuli bo'ladigan bo'lsa, oxirgi chiqqan usullari yopiq usuldagi operatsiyalar perkutanniy metod deb aytiladi yoki endoskopicheskiy usullar deb aytiladi. Ular zamonaviy operatsiyalar hisoblanadi. Ochiq usuldagi agar xuddi shu zamonaviy usulda qilinadigan perkutanniy operatsiyada qilinadigan operatsiyani ochiq usulda ham qilinib turgan variantlar bo'ladigan bo'lsa, u eskirgan metod hisoblanadi. Yangi metod yopiq usulda siz aytib turganingiz yoki perkutanniy, endoskopicheskiy yo'llar bilan qilinadigan operatsiyalar zamonaviy ishonchli yo'llar hisoblanadi. Shunda xalqimizga ham tavsiya qilasiz yopiq turdagi operatsiyalarni iloji boricha. Albatta, yopiq turdagi operatsiyalarni tavsiya qilaman. Tavsiya qilgan bo'lar edim. Keyingi savol. Endoprotezlash qachon bo'ladi va qaysi hollarda bo'ladi va yaxshi foyda beradimi? Endoprotezlash bu radikal davo usuli hisoblanadi. Radikal ya'ni operatsiya usullarini radikal yoki palliativ deb yuritiladi. Palliativ usuli qisman muammoni bartaraf qilish 100% emas yoki muammoning to'liq yechimi hisoblanmaydi. Radikal davo bu muammoning to'liq yechimi hisoblanadi. Radikalniy operatsiya deb aytiladi. Shuning uchun ham endoprotezlash usuli bu radikalniy operatsiya hisoblanadi. Lekin ko'pchilik yani palliativ usullardan ham foydalansa ko'p ko'radilar. Balkim finansiy problemalar bo'lishi mumkin. Bemor o'zini yani u sonsiyon yoki boshchasi yoki bir boshqa bir endoprotezlanjak bo'lib turgan organini yo'qotasi kelmagani uchunmi boshqa yo'llar bilan bartaraf qilishga harakat qilishadi, lekin bu metodlar o'zini effektini ko'rsatmaydi. Endoprotezlash usuli bo'lsa, bu to'liq muammodan bartaraf qiladi. Endoprotezlash. Nima deb so'radingizmi? Endoprotezlash bu bo'g'imni shikastlangan bo'g'im, bizning travmatologiya bo'limidagi travmatologiya yo'nalishi bo'yicha endoprotezlash bo'g'imni shikastlangan bo'g'imni olib tashlab, o'rnina sun'iy sifatli metall konstruksiyani o'rnatib, shundan foydalanish endoprotezlash deb aytiladi. Shunda bu endoprotezlash kasalni avvalgidan yana o'zini holatiga qaytib, yurishine yordam beradimi? Avvalgidan yurib biladimi kasal? Ya cheklov bo'ladimi? Operatsiyadan keyin. Yo'q, operatsiyadan keyin cheklov bo'lmaydi. Bemor operatsiyadan keyin bo'g'imni sun'iy bo'g'imga o'zgartirgandan keyin yengil hech muammolarsiz, og'riqlarsiz yengil harakatlanib ketadi. Shunday bemorlar endi bizda shunday bo'lgan, ko'p bemorlar urushib ketgan bemorlar bo'lgan. Endoprotez qo'yilganini yoddan chiqarib bergancha bemor bo'lgan. Keyin u yoddan chiqib ketdi. Men tekshirib qo'ying, yaxshi ekanmanmi? Oqshom bir talpaga tushib qoladi, bir narsa bo'ldi degan gap so'zlar ham bo'lgan. Odatiy hayotda yashagan. Bular odatiy holat qaytib yoddan chiqarib beradi. Yoddan chiqarib beradi. Endoprotez qo'yilgandan. Yo'q. Keyin yana shunday bemorlar bor, savollar bo'ladi. O'zi suyak yemrilishi bor, shunda endoprotez qo'yish doktor maslahat bergan, lekin ular bundan eshitgan yo bir hozir televizorda masalan ko'p uchrab reklama bo'lib turgan, bu yerda babkalarimiz bor. Chiqib turgan toza. Shularni ko'proq iste'mol etadilar. Nechun desa, endoprotezlashni bahosini qimmat ko'radilar, qimmat deb o'ylaydilar. Ya'ni dorilarni ichib, vaqtlarini yo'qotib, kasallikni ko'proq yurib bilmaydigan darajaga olib borib turibdilar. Shunday odamlar nomaslahat berasiz. O'zi endoprotezlashga kelgan, doktor maslahat bergan, endoprotezlash kerak. Oxirgi yo'l shu deb. Lekin u odamlar operatsiyani tanlamaydi, ya'ni qo'shimcha dorilar yoki bir nima desam, o'zimiz dil bilan aytganda tabiblar yana borib, boshqa yo'llar bilan qilib ko'radilar. Shunday odamlarga bir maslahat berib ko'rsangiz. Endi har kim o'zini ahvolidan kelib chiqqan holda har xil yo'nalishlardan najot izlaydi, yengilroq yo'lni qidiradi. Endi tibbiy bilim degan narsalar bor. Tibbiy bilim kam rivojlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni odamlar ko'proq ishonuvchan bo'ladi, ertaga ishonasi keladi. Ishonish ham bir faktor hisoblanadi yaxshi bo'lishda. Agar haqiqatdan ham ishonib bir
ixlasatib lecheniya olib ko'rsa, görgəni yaxşı. O an bir hərəkət etib qoyğan bo'lib qoladi xacabu. Keyin axırında bərabər endoproteza gəladi deməli. Yəni nə deyəcəkmə? Çıxmağan candan ümidlidir bu. Bir görədilər bərabər. Lakin bu nərsələrdən effektim kəm. Köp bolsa ham psixologik təsir etkenliğin bo'lib görünüşü mümkün. Bu biologik aktivində balıq gələt, o televizordan get duran reklamalar. Aynen mənim fikrim şu reklamalar üçün mən oylayıram bu nərsələr naçar ahvala düşüb qalan bemarlarını plus öyündə pensiyada oturğan, pensiya alıb pensiya yaşında oturub televizor görüşdən, radio eşitişdən başqa nərsə bilən özünü bənd qılıb bilmədiyən bir katlam kəsəl bolşan mümkün adamlar. Öyündə oturub şu karmaka ilinlik qalan adamlar ovlaş üçün çıxan bir nərsədə boylayman. Səbəbi o nərsələrin zərəri olmaslığı mümkün, lakin faydası toşnu yox. O reçetin haqqında var ki, katta köpçülikinin faydası yox. Şunda endoprotezləyən makul bərabər. Puluna qımmat görməyin, Endoprotezlə vaxtını ötürməyin. Endoprotezə göstərmə bolğan cayında o endoprotez qıldırğan yaxşı. Özünün sağlığını arqaya sürüb, təyin hərəkət sistemasını yenə nə deyildi? Əcizlənib qalışı, yəni nə başladı? Əcizlənib qalışı? Kəsərlikni Yox. ötləşdirməyin. Zəifləşib qalışı var. Zəifləşib qalışı nə alıb gələdi? Bu zəifləşib qalandan keyin həm endoprotez qoyandan keyin reabilitasiyaya müddəti köprək davam etədi. Endoprotez qoyduruşa pramo göstərmə çanaq sambığımını 3-cü, 4-cü dərəcələrində ağrı güclü olan halətlərdə, lecheniyyədə 1-2 darmalarını vergəndə effekt verməyən halətlərdə uca endoprotez qoydurğan makuldur. Səbəbi ayaq basıb, ağırlıqların hesabına, kəm hərəkətin hesabına müşəkil sistemalarında atrofiya yüzəyə gəlir. Atrofiya yüzəyə gələndən keyin bu müşəkillərin əvvəlki güclü halətine gəliş üçün endoprotezdən keyin biraz vaxt keçər. Yəni şu vaxtında endoprotez qıldırıb qoysa, müşəkillər özünü gücünü saxlaq qalan halətdə bemar tezrək yengil həyata qaytarır. Endoprotezləyəndən keyin bemarın dikləniş vaxtını çəlli vaxtdan keyin ayağa turadı, yürüb getişi mümkün. Endoprotez operasiyasını ötkəzgəndən keyin operasiyanın türünə qarab, endoprotezlərini türünə, sifətinə qarab bemarlarını 3-5 gündən ayağa turuzladı. 3-5 gündən ayağa turuzladı. Ayağı bastırılmıydı lakin 10-15 gündən keyin yengil hərəkət etdi, az-az ayağını az-az basqan halda. Polni 1,5-2 aydan keyin normal yürüşə ötüb gedərdi. Əvvəlki halına qayıtsa olardı. Bu metal buyumlardan bolğanlığı səbəbli adam orqanizminə allergiya vermirmi? Qoyulğandan keyin allergiya verib bir yaman əsarətlərini alıb gəlişi mümkünmü? Yəni aytacağım, adam orqanizminə doğru gəlməsligi mümkünmü? Допустим, misal üçün 30 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 40, 50 milyonluq endoprotezlə təsəvvür qılsaq, hər bir endoprotezinin puluna qarab özünə garantiya dəvri var. 5 il, 10 il, 8 il, 15 il, 30 il. Lakin ən sifətli, ən qimmatları nisbətən allergiya bəriş nəsi частотасıdır pəs. Arzarrakları misal üçün 5-8 ildən keyin azğına özgərişlərlə koroziyaya uçraşı mümkün. Metala konstruksiya, yoki metala keramikada başlayan türləri bunlar nisbətən orqanizmin təsirinə ustойчивый болады da, çıdamlı болады. Bəli, orqanizm o yad maddə boğandan keyin azğına kürəşişi mümkün. Lakin bu нәрsə endoprotez qoydurmaslığa göstərmə bola bilməyir. Arzumağın səbəb hesablanır. Şunda indi bemarlarımıza sizin təvsiyəniz ilacı varsa qorxmayın, vaxtını ötürməyin. Doktor şimdi təvsiyə qılğan bolsa, endoprotezləşə gəlib durğan bolsa qoydurğanları maqul. Qoydurğanları yaxşı, qoyduruş kerak. Keyinki savolimiz travmatolog üçün qaysi operatsiya ən qiyin keçədi onu? Qiyin bo'ladi onu? Travmatolog üçün ən qiyin operatsiya məncə appenditsit yoki o'tdan daş alış bo'lishi mumkin. Başqası yo'q. O'zini mutaxassisligi bo'yicha travmatolog uchun qilinadigan operatsiyaning ichida qiyin bo'lmasa kerak. O'zini kasbini narsa yaxshi nima olsa o'zini kasbini yaxshi tushunadigan doktor bo'ladigan bo'lsa hech bir operatsiya qiyinchilik tug'dirmaydi. Yo'q, qiyinchilik tug'dirmaydi. Travmatolog bo'lganingiz uchun afsuslanganmiz shu vaqtgacha.
Yo'q, yo'q. Travmatolog bo'lmasam afsuslangan bo'lardim balkim. Travmatolog bo'lganim uchun afsuslanib turmayman. Bizning savollarimiz shu bilan tugadi. Jamshid aka, ganingiz uchun rahmat. Xalqimizga bir foydali kontent bo'ldi degan umiddamiz. Xudo xolasa eshitib, hammasini ko'rsalar, o'zlaridan foydali ma'lumotlarni berib o'tdik deb o'ylayman. Ganingiz uchun rahmat sizdan. Sizlarga ham rahmat. Bu men uchun bir ochilish bo'ldi. Men eng birinchi shunday kontentda tursa, shu narsa eng birinchisi bo'ldi. Bundan buyon ham ideyalaringiz bo'lsa, birgalikda совместный bir qiziqarli videolarni chiqarsak bo'lar ekan. Ishlaringiz omad, sog' salomat bo'ling. Rahmat.